Assalomu alaykum hurmatli kanal a'zolari. Mana bugun shu Ramazonning oxir haftasi turibmiz. Demak, aksiyamizning oxirgisi dashi. Chunki qo'ldan kelgancha beramiz hammasini. Iltimos, bitta hammaga kanalga a'zo bo'lib qo'ying. Kanalga a'zo bo'lsangiz, sizga ham bizga manfaatli va ko'p kishi ko'rishga sababchi bo'lamiz. Va kim agar kanalga a'zo bo'lib kelgan bo'lsa, doimiy va'da bitta meshga qo'shib beramiz. Kimga? O'sha bonus sizga. Demak, boshlaymiz. Narx qiziq. Narxdan boshqa hech narsa qiziq emas hammaga va sifat ham qiziq. Demak, boshlaymiz. Birinchi notebookimiz Asus TUF. Asus TUF Dash Core i7 11-avlod. Core i7 11-avlod 16 GB apparatgasi bor va 512 GB SSD xotirasi bor. RTX 3060. Mana Asus TUF Dash Core i7 11-avlod 16 GB apparatgasi bor, 512 GB SSD xotirasi bor. RTX 3060. Narx arzon. Narxi necha pul desangiz, narxini $460 beramiz. Zo'r narx $460. Chunki bu dekada 3060. Skidkamiz Asus TUF Dash. Keyingimiz Acer Nitro i9 12-avlod. i9 12700 bo'lishi kerak. 16 GB apparatgasi 16 GB apparatgasi bor va 1 TB SSD xotirasi bor. Va video kartasi 3060 bu ham shunaqa. i9 Core i9 bu 14 yadr 20 potak bo'ladi. i9 bo'lgani uchun ham bu narxi necha pul? Narxini $700 beramiz. Zo'r narx $700 ga. i9. Keyingi orasi mana shunaqa ideal yangi chiqib qoldi. Bu Asus TUF Core i5 12-avlod 16 GB apparatgasi bor, 512 SSD'si bor. Bu yangi, umuman yangi. Ko'rsatmas holatini yangi, narxi $500. 5 skidkamiz $500. i5 12 garantiya 1 yil. Men olib qo'yib orqasidan. Keyingimiz bu Asus TUF i5 11-avlod 16 apparatgasi bor va 512 GB SSD xotirasi bor. Video kartasi RTX 3050, narxi $420. i5 11. Mana ideal holatda Asus TUF. Bu gaminglar bilasizlar. Bu hammasi gaminglar, AutoCAD, 3D Max, Photoshop, o'yinga ishlatadigan narsalar hammasi. Keyingisi Asus TUF Dash Ryzen 7 6800 H prosessor 16 GB apparatgasi bor, DDR5 512 GB SSD xotirasi bor va video karta RTX 3060. Narxi $569. Zo'r narx. Xuddi shunaqa Asus TUF Dash Ryzen 7 2 dyuym 12 dyuym 1 xil narsa, narxi ham 1 xil. Narxi ham $569 dan. Ryzen 7 6800 16 512 video karta RTX 3060. Keyingisi bu Acer Getaway. Acer Getaway degan kompaniya. Core i7 11 16 GB apparatgasi bor, 1 TB hardi bor va 1 TB SSD'si bor. Tushunib oldimmi? 1 TB hard, 1 TB SSD bor. Video karta RTX 3050 Getaway. Ekranga yuzga Face ID ham bor. Ham moshniy игровой, ofisga ham IT ham tushadi. 2 dyuym 12 dyuym. Narxi $500 beramiz. Zo'r narx $500 ga. i7 16 GB apparatgasi bor, 1 TB hard, 1 TB SSD ham bor. RTX 3050 $500 ga zo'r Getaway. Hozir aniq bilay, video karta 3060 video karta eslamadim. Video karta 3050 Ti ekan. Ti lekin zo'r narx Ti bo'lsa ham. Keyingimiz bu Lenovo Ryzen 5 iPad Gaming 16 GB apparatgasi bor, 512 GB SSD xotirasi ham bor. RTX 3050 video karta narxi $410. iPad Gaming video karta RTX 3050. Bular taqib tashlab. Keyingimiz bu ham xuddi shunaqa bir xil narx. Bu narxi $410. Ryzen 5 16 ga 512 RTX 3050 ideal holatda bu ham. Bu ham narxi $410 narx. Bu ko'p so'raydi buni. Ham ko'rinish ofisda bo'lsin, ham игровой bo'lsin deydi. Men so'ragan odamlar uchun. Acer i5 12400 H prosessor 8 ga 512 GB, 8 ga RAM, 512 GB SSD xotira, video karta RTX 2050 video karta, narxi $400. $400 ga zo'r. Ideal holat, dokument hammasi bor. Keyingimiz bu MSI model, ideal holatda bu ham. Ko'rinishi bitta chaqasi yo'q, boshqa muammosi yo'q. Bu 16 GB RAM, DDR5 512 GB SSD va RTX 2050 dokument hammasi bor. Bular o'zi hammasida dokument ko'rpasi bor. Dashi buni narxi necha pul? Narxi $400 beramiz. $400. So'nggi
aksiyamiz. Zo'rnaq, ideal holatda yangi turibdi. Keyingimiz Asus ROG Strix. Asus ROG Strix Ryzen 7 4000 seriya 16 GB RAM, 512 GB SSD, videokarta GTX 16 yillik ideal holatda. Mana dakim korpka hammasi bor. Ideal, ishlatilmagan o'xshaydi, lekin narxi Asus ROG $450. Asus ROG Strix Ryzen 7 16 ga 512 8 yadrli ekran 1.4 GHz, narxi $450. Keyingimiz SN Nitro. SN Nitro Core 5 12-avlod 16 GB aparatkasi bor, 512 GB SSD'si bor, videokarta RTX 3050, batareyasi zo'r, hammasi batareyasi yaxshi. Ideal holatda bu ham, dakim korpka hammasi bor. Narxi $450 beramiz. Bu MSI i510 16 GB xotirasi bor, 256 SSD'si bor, videokarta GTX 16 yillik videokarta, 4 GB videokarta. Bu ofisga, buxgalteriyaga bo'ladi kerak bo'lsa, o'yinga ham hammasi ko'tarib bemalol. Bunun narxi $350. Yana ham kelishamiz. Bu ideal. Xuddi shuning so'nggi versiyasi MSI i5 12-avlod 8 GB RAM, 512 GB SSD xotirasi bor, dakim hammasi bor. Eng muhimi videokarta 40 yillik videokarta 40 yillik narxi $500. Zo'rnaq $500 ga i5 8 ga 512. Narxi $500. Videokarta 40 yillik. Zo'r notebook. Bu ko'rsatamiz. Bunimiz Victus i5 12-avlod 16 GB aparatkasi bor, 256 SSD'si bor. Hozir chotki RTX 30 yillik videokarta, narxi $470. 16 ga 256, RTX 3050, narxi $470. Ideal. Dakim korpka hammasi bor. Keyingisi xuddi shunaqa i5 16 GB RAM, 512 GB SSD'si bor. Faqatgina bunda videokarta 40 yillik 6 GB bo'ladi. O'zi mana shu video ko'p turgan bo'lsa, 40 yillik 30 yillik deganni tushunadi nima deganini o'zi. Bu necha pul narxi? Narxini $550 beramiz. Zo'rnaq 550 ga 40 yillik videokarta. Keyingisi Dell Core i5 11-avlod 16 GB aparatkasi bor, 512 GB SSD'si bor, videokarta RTX 3050, Dell G5 model bo'ladi. Bu narxi $430 beramiz. Yana ham kelishtiramiz. Lenovo ikkita bor, ikkita egizak bor, bir xil. Yangi dashi. Sistemda qurt ikkita zo'r ideal bor. Bu ham 650, bu ham $650. Bunaqa narx yo'q bozorda. Yangi. Bunisi ham 40 olmuş, bunisi ham 40 olmuş videokarta. Ryzen 7 7000 seriya, 12 aparatkasi bor, 512 GB SSD'si bor, ideal dokument hammasi bor. Bu ham 40 olmuş, bu ham 40 olmuş. Narxi $650 dan. Xohlagan tanlab oling. 40 olmuş videokartalik, zo'r narsa. Va nihoyat mana bu. Buni bitta kamchiligi bor. Bu Asus ROG Strix deyiladi. Asus ROG Strix Scar modeli. Bu aparatkasi 16, SSD necha javohir buni? SSD menimcha 512, videokarta 2060 mi? Videokarta RTX 2060, ya'ni 6 GB bor. Core i7 10-avlod. Buni bitta muammosi bor. Muammomiz, men buni faqat yonayotganda bosib turish kerak. Bosasiz, keyin ekran yonadi. Bunda birdan yonmaydi ekrani. Xullas, shunchalik ham narxini arzon beramiz, lekin ta'sir qilmaydi. Narxi 300 mana yonib ketadi mana. Masalan, narxi $370 beramiz. Bundan narx yo'q bozorda. Asus ROG Strix zo'r narx $370 ga. Keyingimiz, ana endi bu juda vahshiy notebookimiz. Bu Dell Alienware. Ekran OLED. Ekran OLEDga o'xshaydi. Yana ham ko'ramiz. Ekran OLED Core i7 12700H prosessor. Ekrani 2K va 240 Hz. Keyin nima javob? 240 Hz va aparatkasi 16 aparatka DDR5, 1 TB SSD, eng muhimi videokarta 3070. Ya'ni 3070 degani bu 8 GB yuradi menimcha. Haqiqatan 8 GB ideal holatda, dakim korpkalar hammasi bor. Alienware o'z ko'rinishi ham boshqacha. Narxi $760 beramiz. Oxirgi narxi zo'r narx mana shunaqa, ideal holatda. Xullas, kimga agar gamingga qiziq bo'lsa, kanalımızga yozib qo'ying. Bizda undan tashqari bo'lib berish nasihat xizmati ham bor. Nasihat bo'lib berish xizmati ham bor. O'zim nasihat, open nasihat va hokazo.
Keyin butun o'zidan bo'ylab yetkazish xizmati ham bor. Pochta qilib yetkazib beraman butun o'zidan bo'ylab. Undan tashqari agar sizga hamma qiziq bo'lsa, pastda telefon raqam bor, telefon qilsang javob beramiz. Va bizning eng muhimi kanalimiz bor. Mana shu Note Pro kanal yozib qo'ying, Telegram kanalimiz bor, Note Pro. Hozir aytamiz, bunaqamizga SMS-imizga qo'yib qo'yadi linkini. O'sha kanalga a'zo bo'lsang, kanal ichida hammasi bitta obzor berganimiz bor. Xullas, Note Pro o'ynar. Hammaga yaxshi kun buyursin. Buyuk aytishib ketdinglar. Sog' bo'linglar.